kim bir musulmon birodarini aybini fosh qilib odamlarga yoymoqsa, o'sha ayb bilan Alloh taolo uni ham bir kun albatta hayotida qaytadir balolamasdan qo'ymaydi dedilar Rasululloh. Hadis. O birov bitta qiz bilan ushalib qopti. Xo'p, mana misol uchun-da endi. Bo'ydaqa endi nimadir bo'lib qopti. Choyxonaga kelib o'tirlarchi, eshitdilarmi? Syomkalari chiqib ketib qopti, zapislari chiqib ketib qopti, YouTube'ga chiqib ketdi. Ha, yo'q endi, mana turibdi, mana qo'yib beraymi YouTube'dan, tashlab beraymi? Haligilar yurib tashlab qo'y deydi. Ketdi shu bilan internet. Agar shunaqa birorta do'stingiz aybini tarqatib olsangiz, o'sha ayb bilan Alloh taolo sizni ham albatta bu dunyoda qo'shtirnoqda ichida mukofotlaydi. Rasululloh aytdilar: "Walau kana fi qoribati." Agarchi uyga borib podvallarga tushib, ustidan 10 ta eshikni qildirib, 20 ta qulupni osib, tek podvalda o'tirsa ham, uyini eng qarasida o'tirsa ham, Xudoning makri yomon. O'sha yerda uyning ichida bo'lsa ham balolab, yana o'sha bandandir. Xudoning makri bilan, Xudoning taqdiri bilan hazillashib bo'lmaydi.